keyin sizlarga как раз подводку chizmagan paytim kipriklarim maqtab oling. Kiprigimga уже 10 kun bo'ldi ektirganimga. Endi qo'yaman. 10 kunlik kipriga o'xshaydimi shu yangi kipriga o'xshaydi. Men hali ham undoq qilib ozginasini yulib tashladim. Men shunday ham qaranglar. Такой нежный o'zimning kiprigimga o'xshab turibdi. Bu kiprikda hali yana bemalol 2 oy yuraman. Men vechna istoriyamga mana shu narsani gapirib chiqsam, 2 oy yuraman desam ko'pchilik ishonmaydi. Oddiy misol qo'yaman-ku har safar kiprik ektirganimda qizlar. Sizlar bitta borib ko'ringlar Yulduz opaga, keyin ishonasizlar. Men oldin mana shunaqa edim. Har 10 kun, har 15 kunda kiprigim to'kilaverardi, yugurib borib ektirib kelaverardim. Bular keyin bilib qoldim sirini. Bittalab puchkani ochib, bittalab kipriklik ekadi-da. Endi yana nimadir sirlari bor, o'shaning uchun zo'r turadi kipriklari. Har 15 kunda pul ishlatib boravermasdan bitta puliga boringlar-da, yaxshi pul to'lab, yaxshi yuringlar, mansa qilib.